Nima qilishim kerak? Uni o'ldiraymi? Lekin nega bu ayolga qarashni o'zi meni bezovta qilyapti? Xo'sh, Gabimaru, nima uchun bu yerda ekanligingni bilasanmi? Hozir xotiralaringni yo'qotgansan, lekin senikiga mos keladigan Tao seni davolay oladi. Avval buni sinab ko'ramiz. Xavotir olma, men seni dushmaning emasman. Men seni ittifoqching emasman, men jallodman. Gabimaru, sen uchun kim o'zi? Men seni muhim ittifoqchingman. Shunday ekan, iltimos menga ishon. Qani, bu yerga kel. Xavotir olma. Hammasi joyida. Hoy, Gabimaru. Buni bas qil. Sen rostdan ham juda ko'p Tao sarflaganga o'xshaysan. Bu ayol juda kuchli. Men o'zimni muhim ittifoqchi deb atadim, lekin menimcha bu to'g'ri kelmaydi. Sen va men bundan ham chuqurroq munosabatlarga egamiz. Kel, noqulay xushmuomalalikdan voz kechamiz. Hozir bizga sening yordaming juda ham zarur. Agar xohlamasang meni itarib yubor. Nima? Jimlik va intensivlik o'rtasidagi bo'shliq. Seni harakatlaring ortida umuman kuch yo'q. Men qasos olayotgandek his qilyapman. Qani, davom etamizmi? Ular nima qilishyapti? Bu bo'chu jutsumi? Ehtimol unday emas.